Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Xudo xolasa bugun Cheplay Jal zavodimiz bilan Farg'ona viloyati Nang'ara tumaniga keldik. Xudo xolasa Kamoliddin tog'amiz uylariga Ekol avtomat kachovimizdan 35 kilovatli modelimizdan xarid qilishgan. Kamoliddin tog'amiz mana xudo xolasa xonadonlari, o'sha joylari 200 kvadrat tashkil qilyaptilar. Keyinchalik nari tomonga ham xudo xolasa bitta xona qo'shmoqchilar. Shu 250 kvadrat atrofida bo'ladi. 300 kvadrat uchun mo'ljallangan Ekol avtomat kachovimizdan xarid qilishgan. Shunga turk hamkorimiz Serdar Abiy bilan birga yoqib, tushuntirib, ko'nikmalarni o'rgatgani keldik. Mana xudo xolasa. Assalomu alaykum, Kamoliddin tog'a. Masalan, mana Kamoliddin tog'amiz uylariga qo'yishgan. Afandim, Serdar Abiy. O'zbekiston. Xudo xolasa mana Xayrli bo'lsin azamiz. xayrli bo'lsin. Xudo xolasa mana avtomat kachovimizdan yo'mish jarayonlarida kachovimiz to'liq holatda izolyatsiya bilan qoplangan azizlar. Avtomatik bunkeriga 100 kg ko'mirda solamiz. 2 sutkadan 4 sutkagacha bemalol yetaveradi. Mana montajlarimizni chiroyli qilib qo'yishibdi. Ham samachok, ham nasosli sistema qilib ulashibdi. Kachov tushuntiryapmiz. Aqlli miyalari o'zini boshqaruv paneliga ega. Knopkani bosamiz bo'ldi. Qolganini kachovlar o'zi bajaradi azizlar. Avtomat kachovlarimizni bonusida Grupa Безопасность xavfsizligingiz uchun sirkulyatsioniy nasos, suvda aylantirish uchun и tokni me'yor qilish uchun stabilizatorimiz bo'ladi komplektida. Ulichka reduktorlarimiz kuymasdan ishlashligi uchun bemalol Cheplay Jalga murojaat qilib, kachov zakaz qilsa ham bo'ladi. Dastavka O'zbekiston bo'yicha bepul.